gelişemiz. Qazarisbaqadan ham arzon etib beramiz. Evvela Xudo. Qazarisbaqadan ham obunachilar ne bo'lib turibdi? Mana qarang endi. Arzon obunachilar arzonchilar uchun bir layikni bosamiz, o'z fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz o'zda. O'zlarimiz ham 10 ming so'm kelmagan. Her turu. O'zlaring ham 10 ming so'm kelmagan. O'zlarimiz ham 10 ming so'm. Ro'za Ramazon oyida 10 ming so'm tushdi. 10 ming so'm. Ular ham bu 25 ming so'mdan ko'p-ko'pmiz. Skitcha boqatib, Xudo xolasa kanalimizni adını aytib kelsa, bundan ham aytganimizdek 10% skitcha etib beramiz. Buni ham har xil razmeri, har xil sveti bor. Ramazon oyida Xudo xolasa aksiyani eng zo'rini qo'ydik. Har xil hamma narsa aksiya qo'ydik. Hozir kanallardan aytib kelsa, yana chegirma etib beramizmi? Rahmatcha şu kanaldan gelse şu skitga bakadan yine 10% skitga etib beramiz. Skitga tushganidan ham yana 10% sizni kanalning adını aytib kelsa. 15 ming so'm sotiladi, 10 ming so'm. Tovarni ushak ko'ring. Haqiqatni to'g'risini aytib. Tovar ham zo'r, yuvib siqib yeyaveradi u. Yuvib siqilganmi? 18 ming so'm. 18 ming so'mdan az. 18 ming so'm. Obunachilar yuvib siqib yeyaveradi u. Skitga bak. Obunachilar ishida ayollarning kiyimi ham shu Bakas yazıp turibdi-ne. Şu yazılganın 10% skitçesi bu kanalga adını aytib kellerin. Her xildan bu 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. İşide gelemi. Ava bular 10 ming so'mdan. Obunachilarni kanallarda aytmay gelişiga yo'q bera. Kanallarda aytsanglar yeri 10% skitçesi bak o. Ava Ramazon oyida Xudo xolasa odamlar ko'nglini og'ritmay zakon etib Ramazon oyini chiroylatib o'tiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar bugun eng arzon joyidan optim joyidan topdik obunachilar 4 yil bozordan 10 ming so'mdan obunachilar. Eğer obunachilar pachka olaman desanglar Qazariston ham arzon bahada beradi ekanlar. Endi obunachilar men mazan tushuntiradigan bo'lsam obunachilarni optim arzon narxda kiyim kechaklar dedi. Manzil obunachilar 4 yil bozorning eldinda bu. İsteyinga girish. Shahlaysiz do'kon akşam tushirganman bu yerni. Obunachilar. Qo'l Astonobkina. 4 yil bozorning eldi tarafi. Qo'l Astonobki. Ko'pchilik biladi obunachilar. Bu yoqdan kelsak ham mechit tarafdan keladigan yo'limiz. Bozorning eldi tarafi bu. Inshida obunachilarga 14 taqsila. Doğru o'tganimiz deyna. İşkere girsek obunachilar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qara Ro'za Ramazon oyida aksiyalarimiz bormi bu yerda? Hozir shunday yerlarida optim kiyim kechaklar degani girib beri. Ramazon oyida Xudo xolasa aksiyani eng zo'rini qo'ydik. Har xil hamma narsa aksiya qo'ydik. Misol uchun 15 ming so'mdan sotib turganlar 10 ming so'mdan. O'zlarimiz ham 10 ming so'm kelmagan. Har turu. O'zlaring ham 10 ming so'm kelmagan. O'zlarimiz ham 10 ming so'm. Ro'za Ramazon oyida 10 ming so'm tushdi. 10 ming so'm. 18 minglik, 20 mingliklar bor, ular ham 15 ming so'm. Hammasini skitga etdik. 25 ming so'm sotib turgan futbolchilarni eng uzun hozir bahorda keldi. 18 ming so'm. Bu 18 ming so'm. Materialni chiqmani. Material ham zo'r. Yedi o'n. Obunachilar maqaranga 10 ming, 18 ming bahadim arzon arzonchilar uchun bir layikni bosamiz, o'z fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz o'zda. Qara bir 10 ming so'mliklarni bir xilmi yo ko'proqmi? 10 ming so'mliklarni har xili bor. 15 ming so'm sotiladi, 10 ming so'm. Tovarni ushak ko'ring. Haqiqatni to'g'risini aytib. Tovar ham zo'r, yuvib siqib yeyaveradi u. Yuvib siqib yeyaveradi 10 ming so'm. Har xilidan bor, har xil sveti bor buni. Milyon xil sveti bor. Ha, shuni aytdik hozir men hozir 10 ming so'm. Bu vali bir xilmi deb obunachilar o'ylamoqda. Har tur. Har xildan bu 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. Ishida kelami? Ava bular 10 ming so'mdan, 15 ming so'm sotilgan. 18 ming, 20 ming, 25 ming sotilganlar 15 ming so'm, 18 ming so'm. Bular ham materiali zo'r, razmerlari ham yaxshi kiyadi u. Obunachilar mana qaranglar. Mo'u bu yoqda 10 ming so'm ushaganing ishida, ushaganing 10 ming so'm. Berib o'tsang 18 ming so'm. Obunachilar mo'u bu yoqda. Ha, hozir ko'proq oladigan diyorlar bo'lsa, ne? Optimcha do'konlar oladigan bo'lsa. Bular bo'lsa, undan ham pachkasini kelishamiz, Xudo xolasa. Ha, pachka olsa, bundan ham arzon kelishib beradi. Bundan ham arzon kelishamiz, Qazarisbaqadan ham arzon etib beramiz. Avvalo Xudo. Qazarisbaqadan ham obunachilar nima bo'lib turibdi-ne? Mana qarang endi. Hozir kanallardan aytib kelsa, yana chegirma etib beramizmi? Rahmatcha şu kanaldan gelse şu skitga bakadan yine 10% skitga etib beramiz. Skitga tushganidan ham yana 10% sizni kanalning adını aytib kelsa. Obunachilarni kanallarda aytmay kelishiga yo'q bera. Kanallarda aytsanglar yana 10% skitkasi bor-ku. Ava Xudo xolasa 10% skitkasi bor. Onda shoshilamiz bera endi. Ro'za Ramazon oyida obunachilar yaxshi oyimizda shunday yaxshi kiyimlarni Xudo xolasa yana do'konda sizlarni kutib turibdi bu. Belgilanib chiqindi bular. Bular
32 ming so'm sotilgan, 25 ming so'm. 32 mingga sotilgan 25dan. Buni chiroyliligini qaranglar. O'g'il bola, qiz bola har xil sveti, razmeri bor. Keyin bundan boyna 44 ming so'm sotilgan, 30 ming so'mga beramiz. Buni ham har xil sveti, razmeri bor. 44 ta sotilgan ko'ring. O svetlari 44 ta sotilgan 30 mingdan ismi? 30 ming so'mga beramiz. Obunachilar nima bo'lib turibdi bu deylar. Aksiyani zo'r bo'lib turibdi bu yerda. Keling. Parlı her xillar bor. Bularning hammasi ish qilib, hammasi skidga baho tushadi. 65 ming so'm, 54 ming so'm skidga bahosi. Obunachilar menga qaranglar. Kanalni adını aytasizlar, aytilgan bahodan meni skidkasi bor, xudo xolasa. Hozir buni aksiyaga qo'yatimiz keling, Ramazon oyida. Xudo xolasa. Qachonda amal etadi bu? Shu Ramazon oyida xudo xolasa odamlarning ko'nglini og'ritmay, zakon etib, Ramazon oyini chiroylatib o'tiramiz xudo xolasa. Shu Ramazon oyini amal etadi, aqang. Aman, xudo xolasa. Unda beri insho oyini endi o'zi boyimiz ham o'tib qolagan, yarisi yil shoshilib qolamiz beri. Kattalar ekan bor ekan bu yerda. Kattalar ekan har xil assortiment bor. Bularni ham shunday skidga tip beramiz. Kanalimizning adini aytib kelsa, yana skidga bahosidan ham tashqari yana 10% skidga tip beramiz. Obunachilar menga qaranglar, skidga bahoda o'zi qo'yilgan bo'lsa, kanalni adini aytasizlar, yana skidga bo'ladi obunachilar. Bu yerda endi bir gap ko'rmasanglar bo'lmaydi menimcha. Kanalni adini aytsanglar, yana skidga yozib turgan bahodan ham, Aman, xudo xolasa. Obunachilarga har xilimiz bor ekan, kiyimlar, kattalar ham, kichiklar ham. Onun kattalarning arzonlari bormi endi yoz sezon kun deyibku. Xudo xolasa bular ham bor. 25 ming so'mdan ko'p-ko'pmiz skidga baho etib, xudo xolasa kanalimizning adini aytib kelsa, bundan ham aytganimizdek 10% skidga etib beramiz. Buni ham har xil razmeri, har xil sveti bor. Kattalar ham, material ham zo'r. Obunachilar menga qaranglar. 25 ming so'm. Kanalimni aytib kelsalar, undan ham yana 10% skidga bor. Obunachilar menga qaranglar. Rangi bir xil emas, rangi ko'p. Rangi ko'p. Keyin skidkada bedam bor. 25 ming so'm sotilgan. 25 ming so'm. Menga qaranglar, chiroylilarga qaranglar. 25 sotilganmi? 18 ming so'm. 18 ming so'mdan az. 18 ming so'm. Obunachilar yupsiq beradi u. Skidga baho Ramazon oyida xudo xolasa. Ramazon oyida bular ham rangi ko'p-ku. Bular ham har xil sveti bor. Yangi uzun, yangi kalta har xili bor. Yangi uzun, yangi kalta desalar, obunachilar har xildan bor ekan. Kattalarniki, kichiklarniki ko'p ekan. Endi obunachilarga aybida kiyimni almashtiradigan mestisi bor. Aybida ayollarning kiyimlari ham bor. Obunachilar shu ayollarning kiyimi ham shu bahos yozib turibdi-na. Shu yozilganni 10% skidkasi bor kanallar adini aytib kelganlaring obunachilarga. Obunachilar bu aksiyalar uchun bir like bosamiz, o'z fikringizni kommentarda kutib qolamiz. Ibidena o'g'il bolalarniki eng uzun, eng kalta 25 ming so'mdan. Har xil assortimentini beraymi? Dolu 15 ming so'm, 18 ming so'm, 10 ming so'm. Ayollar uchun ham har xil kiyim topsanlar bo'ladi. Maskalar ham bor ekan. Hammasini shunga gap topsanlar bo'ladi. Hammasini aksiyada xudo xolasa. Shu Ramazon oyida. Hammasi aksiyada. Hammasi obunachilar aksiyada bo'ladi. 10 ming so'mdan o'shalarning ketadi, 18 ming so'm o'shalarning ketadi. Shu ro'za oyimiz amal etadi. Shunda pachka olaman deganlar ham aytganingizda kelishib beriladi. Xudo xolasa. Esa obunachilar ekranda telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz, o'zlari bemalol kelib, ustida savdolashib olaverasizlar mana. Yukarıdan yine kiyim keçekler köp. Obunachilar buni 1000 marta eshitgandan 1 marta gesanglar o'zlaring shunday guvohi bo'lasizlar. Ekranda obunachilar nomerlarini qoldiramiz. Mezindim tushunmaylar uchun telefonlashmam gesanglar bo'ladi. Qo'l ostonibgina yonindagi do'kon o'zi bu. Shunda obunachilar videomizni yakunlaymiz. Keyingi videoda görüşguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hemen dükkanda kutib qolamiz.